Hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa sotuvda 3 dona juda ham yirik novvosalarimizdan kelgan. Havoda ko'tarib baylab qo'yganimizga noto'g'ri xayolga bormanglar. Sal sho'xligini hisobiga baylab qo'yilgan, tirab baylab qo'yilgan. Atak juda ham sifatli, xudo xolasa yirik novvosalarimizdan yemga tashlashga tayyor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, narx-navolar juda ham yengil, hurmatli aka-ukalar. Mana bu novvosimizni narxi alohida qo'yamiz, nargisini ikkalasini bir joyda qo'yib beramiz. Chiroyli yo'lda qilib qo'yib beramiz. Savdogar akalarimizdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Mollarimiz juda ham serob. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqada bo'laverasizlar. Nomerlarimizni qo'yib beramiz. Bundan maydaroq novvoslarimiz ham bor tashqarida zagonda. Hurmatli aka-ukalar, mana shu 3 dona novvosimizni narx-navosini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Oxirgi narx-navolarni aytib o'tamiz, hurmatli aka-ukalar, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa. Mana bu novvosimizni bo'ladigan oxirgi realniy narx-navosi 18,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa beramiz. 18,5 million so'm oxirgi bo'ladigan realniy narx-navosi. Molimiz adashmasam kurak tish buzgan. Bo'lmasa 1-2 oy nari berda buzadi. Yirik mol, kichkina mol emas. Olib borib yemga tashlashga tayyor bo'lgan novvosimizdan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa. Kurak tish buzgan bo'lish kerak, xudo xolasa, hurmatli aka-ukalar. Mana bu ikkita novvosimizga bunga ham chiroyli narx-navo qo'yamiz. Ikkalasini faqat bir joyda, deyarli bir joyda olingan, bir joyda sotiladi. To'g'rog'i narx-navosi o'zgarib qolishi mumkin. Ikkalasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, hurmatli aka-ukalar, 20 million so'mdan bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. Ikkalasiga 20 million so'mdan 40 million so'm. O'rtadagi novvosimizni kurak tish buzgan yo'q bo'lmadi, adashmasam buzgan. Mana bu novvosimiz tish buzgan. Juda ham yirik. Aytilayotgan summamizdagi novvoslarimiz deyarli tosh tarozisiga ham to'g'ri keladi, hurmatli aka-ukalar. Olib borasizlar, 4 oy, 5 oy boqib, xudo xolasa, yaxshigina daromadga kirsalaringiz bo'ladigan novvoslarimizdan. Kurak tish buzgan. Mana bu novvosimizni ko'rganimiz yo'q. Hurmatli aka-ukalar, qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qo'yib boramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 18,5 million so'm oxirgi narx-navosi. Ikkalasi bir joyga bo'lsa, 40 million so'm, 20 million so'mdan bo'lsa baraka qilamiz. Orqalari ham keng. Juda ham sifatli novvoslarimiz. O'zimiz местный, kimlarga o'xshab shved paroda, chorniy posteri demaymiz, o'zimizning местный novvoslarimiz juda ham sifatlilardan. 20 million so'mdan 40 million so'm bo'lsa, baraka qilamiz. Yo, mana shu novvosni o'zini olaman degan aka-ukalamizga, bu novvosda o'zini addenli bo'ladigan narx-navosi bo'ladigan bo'lsa, 21 million so'm bo'lsa, bo'ladigan realniy narx-navosi, joyidagi oxirgi narx-navosi 21 million so'm. O'zini addenli olaman degan aka-ukalamizga. Aloqaga chiqaverasizlar, 99 490 3344. O'zimizning shaxsiy kanalimiz bor, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'tsalaringiz, lichkamga yozib olsalaringiz, silkasini tashlab beramiz. Narx-naqangi arzon narxdagi mollarimiz postoyanli bo'ladi. Mana bunaqa novvoslarimiz ham bor. 16,5 million so'mdan. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. G'onajilarimiz ham bor sotuvda.